Ustozlarning bitta gapi bor-da. Eshigingizga tagiga kelib bitta divana o'tiribdi. Divana o'tiribdi. Menda hech nimam yo'q. Bordingizmi? Bu eshigingni taqilab bir 3 marta yo'qolgan desa, bir 4-marta bordingizmi? Bu ilmda da borib olinadimi yo kelib beriladimi? Bu yolg'on gapirishli manfaatlar to'qnashganda bo'ladi. Men uni oilalarni boqmayman. Xohlagan joyda tursa ham rizqini Alloh o'zi yetkazadi. Bolalarga yig'ilishlarda ko'p aytardimki, bir so'mli elektr qaytarib bermaydi. Birinchi biznesda da hammaga oylik to'lash shart emas. Biznes hech mahal bitta bunday yo'nalishda. Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatayotgan hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi podkast tadbirkorlik va uni boshlash haqida bo'ladi. Bugungi podkastimizda har doimgi mehmonimiz degan bo'ladi. Bundan buyog'i sizlar uchun har qanday tadbirkorlikni boshlash bo'yicha savollarga javob berib boradigan inson Muhammadali Mamataliyev, tadbirkor va biznesmen, temir beton mahsulotlarini ishlab chiqarish sohasi va ko'p tarmoqli biznesda ham desak bo'ladi. Mamlakatda yetakchi biznesmenlardan biri. Muhammad aka, xush kelibsiz. Xo'sh tog'a deb ruxsat berishingizni murojaat qilaman. Biz o'rganganmiz. Boshlashimizdan avval o'zingiz haqingizda qisqacha kimsiz va qaysi sohalarda faoliyat olib borasiz, shu haqida ozroq gapirib bersangiz. Rahmat. Ismim Muhammadali, familiyam Mamadaliyev. 1969-yilda Farg'ona tumani Vodil qishlog'ida tug'ilganman. Endi dadamlar asosiy faoliyatlari oldin ishlagan joylari, masalan, biz dadam nav'iy bo'lgan boshida, keyinda oxiri naviychilik qilgan, savdogarlik bilan shug'ullangan, yana nima deydi, non zotlarda ishlab bizni boqmay, endi asosiysi naviychilik bilan boqqanda bizni. Ana shunaqa nimada buvimlar 1948-yilda tavallud topgan, buvimlar ham Vodilda. Hozir yoshlari 78larda, dadamniki 88 yoshlarda, dadamlar. Allohga shukr, hammalari duoda. Endi o'zim 1969-yil Vodil shaharchasida tug'ildim dedim. Endi mana ko'rdingiz, buvimlar kolxozda ishlab nima qilingan, dehqon bo'lgan. Dadamlar mana shu oldin ishchi deylardi, rabotchi deylardi. Hozir endi mana shu ishchi oilalari deyiladi. O'zimiz asosiysi endi biznes desa, o'zim qayerlarda ishlaganman deyilsa, men maktabda turganimda 1986-yillar edi. 86-yillarda o'rta maktabda turganimizdan keyin biz u mahalda endi oilaviy sharoitmi yo boshqa nima bo'lganmi bilmayman. Hozir esimda yo'q unchalik nimasini, lekin men Cho'lga, Jizzaxga ishlagani jo'natgan dadam. Dadam o'sha yo bekor yurib qo'yganimiz uchun nima qilgan bo'lsa kerak deyman-da, nimaga tushirish uchun tog'amlar ham o'tib ketgan, bularda Vodildan borib ishlagan, bizda rais bo'lib ishlagan tog'am o'tib ketdi. Ikkita tog'am bor edi, ikkovi ham 4 ta tog'am bor, 3 talari o'tdi. Ikkitalari bilan birga ishlagan edi. Endi men bir maktabda turganda 17 yosh bo'lamanmi? Shu mahallarda Cho'lga borganmiz, paxta, o'sha g'alla, o'sha bug'doy kelganda, o'sha davrlarda. Endi biz dehqonchilik qilib nima ekdik? Nima deydi? Sholi. Sholi ekib dehqonchilik qilganmiz. Sholidan keyin o'shanda nima birinchi endi ishlash jarayoni o'sha mahalla, o'sha davrlarga to'g'ri keladi. 86-yillarda, oxiri 87-yillar. 87-yillarda keyin armiyaga ketdim. 87-yilda armiyaga ketib, armiyadan endi 89-yillarda armiyadan endi Amurskilarda, Rossiyaning Amurskilarda xizmat qilganman. Artilleriyada o'zim nimada ATS minganman o'zi. Nima pushka sudralganda. O'sha ATS minib, keyin Kamchatkaga jo'natilgan, vayskaga deyilgan, Kamchatkaga ketganman. Kamchatkada
o'sha 1,5 yilcha xizmat qilib, keyin yana qaytib kelgan, armiyadan kelganimdan keyin rahmali tog'am bilan nima yuqurishda yordam berib tursam, keyin qayerda ishlayotganim to'g'risida so'raganda, men endi keldim armiyadan, hali hech qayerda ishlaganim yo'q desam, kolxoz bo'lar edi. Endi mahallada kolxozlar tugagan yo'q edi. Kolxozdan yer olib berish to'g'risida gapirdi. Undan keyin mahallada arenda degan narsalarni endi tushunayotganman. Davrimizda arendaga yer olib beraman dedi. O'sha davrda arendaga yer olib berib, keyin yetga pamildori ekdi, boshqa endi dehqonchilik qilindi. O'sha dehqonchiliklarni qilib nimalar ham yaxshi bo'ldi. Dadam pensiyaga chiqdi o'sha davrlarda. Keyin men armiyadan kelganda 90-yillar to'g'risida ketyapti endi hozir. Bundan 90-yillarda o'shanda keyin selpoga mana shu ishchi olish kerak ekanda, endi xodimlar olish kerak ekan. Selpoga keyin buxgalter bo'lib ishga bordim. Mana shu nimadan, dehqonchilikdan. 90-yillarda. 91, mustaqillik davrlari ekan. Ha, 91 ekan endi-da, o'sha yillari endi nima? Menimcha 91-yillar. Keyin bordim, endi o'sha selpo deylarida, hozir matlubat jamiyati, endi yatlarda nechinchi yilgacha ishladim, 93-yilgacha ishlanganman. Keyin yo 93-yilgacha, 3 yilcha ishladim. 3 yilcha ishladim, endi yatdan endi meni haydab yubordilar edi. Ko'p joylarda shunaqa odatim bordi, bitta odatim bor. Endi ketib qolamiz yo haydab yuborisharmi? Yo'q, urushar edim. Aytmayman dedim. Endi hozir nima deydi? Urush tarqasidan haydalar edim. Men ko'p shunaqa yoshligimda urushida odatim bormadi, kim bilmayman. Yatdan endi urushib ishdan haydatildi desam ham bo'laveradi. Endi bundan keyin de yana undan chiqib yatta selpoda buxgalter bo'lib ishladim, revizor bo'lib ishladim, revizor deylardi oldi magazinlarda. Chiqqanimizdan keyin nimada Kalskarbitda ishladim, bosh buxgalter bo'lib, xususiy korxonalarda. Undan keyin Baraka fermer xo'jaligi bor edi. Nima mol fermasida, fermada Baraka fermer xo'jaligida o'sha bosh buxgalter bo'lib ishladim. Mehnat bo'limi deydi. Oldin mehnat birja deylar edi. Masalan, mehnat birjada endi yerda ham bosh buxgalter bo'lib ishladim. Endi bu nimalarda endi ko'p joylarda bir menimcha 5 ta joyda ishlagan bo'lsam, bir 3 tasida haydab yuborilganda meni. O'zi haydalib ketilar edi. Nimaga haydaladi desa, ko'pincha urushlar edi. Shunaqa odatim bormidi. Keyin dadam mayli ishlasang dedi. Dadam aytardiki, urushmay chiqqan deydi, urushmay chiqor deydi. Mayli ishlaman sen ham urushmay kelgan dedi. Bunday desak bo'lar ekan, demak biznesni boshlashingiz asosiy o'zak, ya'ni pastki fundamenti o'sha iqtisodiy sohalarda buxgalter bo'lib ishlagan. Buxgalter bo'lib ishlaganman. Pul bilan muomala qilganingizga bog'lasa bo'lar ekan. Bu yil davomida tajriba bo'lib sizga yil davomida bular ham da bir tajriba to'plashga sabab bo'lgan bo'lsa kerak deyman. Nimaga desa, 13 yil mana shunaqa joylarda ishlab kelganman men. Armiyadan kelganimdan keyin 98-yil deyilsa, 98-yilda ochgan bo'lsam, o'sha armiyadan kelgan 90-yillarda bo'lsa, bir 8 yildan keyin ochgan ekanman-da. Nimani? Endi o'sha patta endi de to'g'risi ishdan haydalish ham yaxshi turtki berilgan. Nimaga deyilsa, masalan, shu keyin nima ish qilaman degan narsa uyg'onib qoladi-da bolalarda ham. Bu hamda men aytamanki, haydalish ham bolalarga har xil ta'sir qiladi. Bir xilgi yigitlarning ruhini pasaytirib yuborishi mumkin.
hali tushirib yuborishi mumkin-da. Bir xilkisinikini ko'tarib yuboradi. Ko'taradi deganda yaxshi ma'noda senga ko'rsatib qo'yaman deyish uchun ham. Bu masalanda bolalarda birovda nafsoniyatiga tegish demoqchi emasman. Buni nima deydi? O'shanda masalan men qilarmanmi degan nima chiqib qoladi-da. Odamda shunaqa bir ichki nima uyg'onib qolish mumkin. O'shaning uchun go'goda nimada yana bunida sizlarga ochiqroq aytmoqchi emasman. Go'goda bolalarda yaxshi shanslar borlarni ham shunaqa qilib go'goda bir sinab ko'riladi. Bor, buni aytmas edim. Nimaga desa, u yigitlarda nima deydi, o'ziga ishonchi oshib ketadi-da. Qilish kerakmi deyilgan. Endi buni 98-yilda boshlab o'rsam, endi masalan 1998-yilda endi nima tashkilotda tashkil qilayotgan mahalda men ishdan ketdim, boshqa ishim yo'q edi. 98-yilda keyin kelibdi, dadam bilan maslahat qildim. Maslahat yaxshi. Menga shunaqa dada tashkilot ochsam, o'zim yurg'izsam desam, mayli dedi. Yaxshi bo'ladi dedi. Yurg'izurdim. Endi mana nomini nima deb qo'yishim kerak? Dada desam, dadam rivojlantirib yurasan deb o'shanda rivoj deb qo'yib bergan edi. Rivojlantirib yurdi, rivoj deb qo'yib berdi. Qo'yib berdi, bordi, oldinda mana statistika ochib berardi-da. Statistikaga borsa, statistikada nima bor ekan? Rivoj degan o'zim tashkilot deylardi. Xususiy korxona, ko'p tarmoqli, har xil degan nimalar bo'lardi oldin. Ko'p tarmoqli nima degan shunaqa xususiy korxona deb ochilgan, xususiy keyin bir o'zgartirilgan rivoj 98 ko'p tarmoqli nima rivoj 98 ko'p tarmoqli xususiy korxonasi deb o'zgartirilgan. Xususiy korxona deb keyin davlat nima qildi? Bitta shunaqa nima qo'yildi. O'sha yerga borganimizda statistikada turganimizda keyin bu bor ekan deyildi. Nimada bor ekan dedi. Hozirgi tilda aytganda band ekan nomi, username band ekan. Hozir o'shancha men rivoj degan nomlarni ko'rsam ham haldaqa nima qilmayman, nimagachi o'sha mahalda ham bor edi o'zi. Bor edi, keyinda buni oldiga shu yigit 98 da o'sha yigit qo'shib bergan keyin. Hozirgi yilda o'sha 98-yilda. 98-yilda qo'shib berilgan. O'sha 98-yilda asosiy faoliyatni nima dvigatellarda admotka qilish bilan boshlangan. Rivoj o'shanda ishini dvigatellar bilan boshlangan. Qayta ta'mirlash deyiladi. Elektr dvigatellar bor, shuni qayta ta'mirlash bilan boshlangan. Kichik bir korxona bo'lib. Kichkinagina bitta korxona edi. Nechta ishchi o'rni bo'lgansizlar shu boshlaganingizda? O'zingizmi, xolos? Yo'q. Hozir mendan tashqari ikkita edi. Ikkita nima bor edi, admotchi bor edi, o'zim, uchinchisi. 3 kishi. 3 kishi boshladi, bittasi ketdi, bitta qoldi. 2 kishi qoldinglar. 2 kishi endi o'sha nima yigit hozir otlari ham, ismi ham esimda, G'ofirjon qo'yganda, bir G'ofirjon admotkada bitta qolgan, endi pul yo'q bo'lsa kerak edi. Shu mahalda masalan bolalar pul orqasidan ketib qolgandi bilaman-da. Nimagaki unda pul bergani pul bo'lmagan bo'lsa kerak edi. Yaxshi pul bermagan bo'lsam ketib qolgan bo'lsa kerak deyman. O'zimda nimada oradan endi vaqt o'tdi. O'sha joylarda 99-yilda sotib oldim. Kolxozda oldin kolxozda joy bo'lardi, kolxozda nima deylardi, yatta hozir paxta quritadigan joyda nima gazave deylardi. Oldin paxtani quritiladigan, mana shunaqa o't yoqib quritadigan joylar bo'lgan ekanda, gazave deyilgan ekan o'sha davrlarda. Keyinda o'sha joylar endi nimada qolib ketgan, tashlandiq holatida qolgan, keyin biz nima olgandan keyin tomlarni yopilgan, nima ta'mirlangan, boshqa qilingan, u joylar hozir yo'q ekan. Vaqt o'tdi, undan keyin mana shu admotkada boshlangan bo'lsa, yillar vaqt o'tyapti. O'tgandan keyin 2000 ta'mirlash bilan ham shug'ullanildi. Mana maktablarda u mahalda
asosiy sentralniy katalxona deyilardi. Isitish tizimi, ha. Isitish tizimi sentralniy deyilgan nimasi bor edi. Shunaqa hamma nimani bitta joydan isitiladi deganda maktabda. Birinchi maktablarda mini kotelga o'tkazish, hali kichik kotelga o'tkazish nima boshlandi. Mana shuni bog'cha maktablarda ikkitami, uchta joylarda nimaga hali birinchi hozir nima deydi? Nima qilish uchun aldaqa Shartnomami yo'q? yo birinchi bir nimada ispitaniyani o'zbekchasi nima deyiladi? Hozir Namunalimi yo proba? yo, ha, mana shunaqa. Namunali. Ha, birinchi bir ko'rsatish kerak namunasini. Ha. Masalan, bitta maktablarda o'sha nimaga bog'chani ashunga o'tkazish bilan 3-bog'cha. Uchinchi bog'chani o'sha hozirgi nimani Rivoj 98 o'sha do'konini orqa tomondagi 3-bog'chani nimaga o'tkazganmiz. Anaqa kichik kotelga o'tkazilganda, hozirgi bundaqa kotelga o'tkazib berildi. Korpuslar bo'lib o'tkazgansiz. Ha, qolgan nima asosiy katalxonalardan uzib tashab turib, kichkinagina nimalar u mahalda endi katta 2 etajli bunaqa joylarda bunaqa kichkinaga o'tkazilsa ismaydi degan fikr bo'lganda. Birinchi tajribani qilib bergan ekansiz. Ha, bu endi nechinchi yillar edi ekan? 2000 dan buyog'ida adashmasam. Ha, 2000 nimalarida endi o'sha mahallalarda mana shunaqa biz endi rayon to'g'risida gapiryapman-da. Mana shunaqalarni boshlangan, keyin uni davom ettirib ketishgan ko'pchilik endi ko'payib ketgan unaqa nimasidan. Mana shu nimalar bilan shug'ullanildi. Endi keyingi asosiy faoliyatimiz elektr montajga o'tib ketildi. Keyin. Ha, bitta yo'nalishga o'tdingiz o'sha payt. O'shanda yo bitta yo'nalishga desam hozir noto'g'ri bo'ladi. Jiddi tarmog'imiz kengaydi, ko'p edi desam bo'laveradi. Bu endi aytsam do'kaqlik bor edi. Sartaroshxonalari bor edi. Qizlarning salonlari ham bor edi. Endi-da bitta ikkita kompyuter markazi bor edi. To biznesni shu holatga keltirguncha har xil bizneslar qilib ko'rgan ekansiz. Har xil yo'nalishlarda qilinganda, endi hozir o'quv markazlari bor-ku. O'quv markazlari ham bor edi. Koreyaga bolalarni o'qitibda o'qituvchilarim bor edi. O'sha nimada tayinlagan o'quv nimalari ochilgan edi. 20 dan ziyod arendatorlar bor edi. Siz egallab turgan binolarni. Ha, keyin biz o'shanaqa nima binolarni sotib olganman-da. Olganimizdan keyin mana shunaqa joylar bor edi. Oradan vaqt o'tgandan keyin bildik bunaqa nimalarni ko'plarini o'zimizdan chiqarib tashladik. Alohida qo'yardik, ularni nimadan chiqardik. O'zi haligi nima deydi, alohida boshqaruvlarni ko'pini o'zimdan oldirib tashladim. Nima uchun o'sha paytlar boshqaruvni o'zingiz olgansiz? Vaqt etmay qolganmi, asab etmay qolganmi yoki biznesdan zerikkanmisiz? Nega mana tarmoqli bizneslar boshqaruvchi o'zingiz bo'lgansiz o'sha paytda hammasiga o'rgayman deb o'ylaganmisiz yoki o'shanda ilm yetmagan o'zi. Ilm bo'lmagan, nimaga ko'p tarmoqli qo'yilgan, ko'p soha chochilib ketganda ko'p chochilib ketgandan keyin o'shanga yetarli mutaxassislarni tayinlab bermaganmiz-da. Rivojlantirish uchun, masalan, o'sha rivojlantirish uchun hozir ham shu bolalarga nimasini aytaman. Tayyorlab berilmasa, tayyor qilinmasa, u boshliqlarni tayinlash kerak-da. Bu ish yurituvchi direktorlar bo'lish kerak, yo direktorlar bo'lish kerak, yo ish yurituvchilar zo'r bo'lish kerak. Atrofiga komandani yaxshi to'plab, o'shani alohida qilib chiqarmasa, u o'zidan sekin pastga ketib, oxiri qulab ketaveradi-da. Ha, mana siz o'sha mustaqillik ilk davrlaridan ham oldinroq, mustaqillik ilk davrlari deylik, mana 91 98 orasida uncha ko'p vaqt o'tmagan paytlar. O'sha paytda biznes boshlash qanaqa qiyinchiliklari bo'lgan, biznes boshlaganda qanaqa to'siqlar bo'lgan? Hozirgi holat mana 2025-yil oradan mana chorak asr 20-30 yil yaqin vaqt o'tyapti, 28 yil bo'lyapti. Qanday o'sha solishtirib ko'rsangiz hozir biznes boshlash uchun muhit? U mahalda endi biznes boshlash uchun sharoit u mahalda hamma shunaqa edi. Hammada imkoniyatni cheklangan. Keyinda nima deydi?
hamma kolxozdan bo'lingandan keyinda o'zida vadilda bitta buxgalter bo'lsa. Hamma kolxozniki bitta bosh buxgalter bo'lardi. Boshqa buxgalter bo'lmas edi. Bo'linib ketgandan keyin mutaxassislar yo'qolib qolgan o'z-o'zidan. Bu bo'lingandan keyinda masalan bosh buxgalterda achib hayotda shunaqa narsalar bo'lganki, achib topshirishni men bilmayman. Nimagaki bosh buxgalter bo'lib ishlagan bo'lgan taqdirimda ham kelsam biznesda qanaqa qilib nima qilishni bilmayman-da. Qanday bu sohasi boshqa bo'lib qolsa-da, bu buxgalteriyani ham sohasini o'zgartirsangiz-da, u buxgalter ham tushunmaguncha boshqa nimaga o'tib ketib qoladi-da. Men hamda masalan boshqa bunday olim qarasa, boshqa biznesdan boshqa buxgalteriyaga o'tganimda ham ko'p narsalarda hali iziga tushirgunicha oldin boshliqlik boshqa, buxgalterlik boshqa. Boshqa boshliq, umuman boshqa vazifalar. U buxgalteriyani ustiga qanchadir narsa yuklanib qolganda, yuklansa, bunga endi so'rab o'rganadigan odamlar kam edi. Tajriba yo'q edi. Tajriba yo'q edi. Tajribali odamlar oldin qilingan, oldin masalan biznes qilgan odamlar bo'lsa, ulardan so'rab o'rganib davom ettirish kerak deyilsa, so'rab davom ettirishda nima shunaqa odamlarni topish o'zi nima sanali nimaga yetib qolganda. Bizda masalan mutaxassislar kamayib ketgan. Mana endi hozirgi davrda ko'rsa, masalan, kelib turib o'sha mahalda odamlarda da davlatda ham, odamlarda ham pul kam bo'lgan. O'sha payt. Ha. Bunda katta bizneslarda da hali katta nimalarni yurg'izib ketishda juda ko'p vaqt talab qilish kerak bo'lganda, sekin nima qilib chiqib borish kerak bo'lgan. Ko'p narsalar o'shancha masalan tajribasizlikda orqasidan bekilib ketavergan. Tajriba bo'lmagan, o'zi imkoniyat qadar deganda ilmingiz yetgancha qilaverasiz. Endi undan yog'iga so'raydigan odam bo'lmasa, masalan, bekilgan. So'ramaydi. Qanchadir vaqt o'tdi, mana tajriba yig'dingiz. Biznesmen sifatida shakllantirdingiz, daromad va aylanma mablag'lar hozir o'ziga yarasha aylanyapti. Sizda shakllandi va bugun bizni kuzatayotgan yosh tadbirkorlar, yoshlar bor. Biznesmen odamda qanaqa fazilatlar bo'lishi kerak biznesi yaxshi rivojlanishi uchun? Unda qanaqa xarakter bo'lishi kerak? Unda qanday o'zida shakllantira olish kerak yo'q bo'lsa? Misol uchun sabrli bo'lish kerakmi yoki doim aytasiz, duxi bo'lish kerakmi? Qanaqa mana o'zingizda qanaqa fazilatlar bo'lganki, biznesda oddiy qilib aytganda ot qilib chopish deysiz-ku, shunaqa qilib choptirdingiz otni. Ha. To'g'ri, qanaqa qilib nima qilish kerak demoqchisizda. Endi biznesmen odamda da hamma narsa 100% bo'lish kerak deb ayta olmayman. Odam nimagaki mukammal yaralgan inson emasda, bir joyi kam bo'ladi. Masalan, bitta yo'nalishga kuchliroq bo'ladi, bittasiga sal nima deydi, nimaroq, u tomondan yaxshi nima bo'lmagan bo'ladi. Endi bitta biznesda bitta tomoni borki, o'shalarni atrofiga yig'ib valaydigan inson bo'lish kerak. Yig'ishga masalan, hozirda o'zida qanchalik iqtidor bor, o'zidan kuchli odamlarni ishontira biladigan bir qobiliyat bo'lish kerak-da. Qobiliyatda ishontira biladigan qobiliyat bo'lish kerak. Yo'q bo'lmasam so'rab o'rganishga qiziqadigan odam bo'lish kerak. Uyalmaslik kerak endi, so'rash kerak. So'rash kerak-da. So'ramasa-da hozir yo so'rab o'rganib o'shan to'g'risini qilib ketadi. Yo'q bo'lmasam o'sha odamlarni jalb qilib qildirtiradi. Hali o'ziga nima olib keltiradi. Masalan, nima birinchi biznesda da hammaga oylik to'lash shart emas. Imkoniyati yo'q bo'lsa, masalan, yollab olib kelsin. Yollab bir oylik pulini berishga imkoniyati yo'qdir. Men pulni aytsa katta mablag' aytishim mumkin. Masalan, mana shuncha berasiz desa, "Yo, bu odam katta mablag' aytayapti" deb undan voz kechib olmaslik kerak.
Undanda masalan o'sha bir oylikni bir kunligini sotvasan. Bir kunligini imkoniyati yo'q bo'lsa, mana shundaqa singarida 1 soatlik, 2 soatligini sotvasan. 1 soat, 2 soat, 1 soat. Masalan, 1 soatga shu bizga da 1 soat kelib ketsiz deydi. Eng asosiy nimalarni so'rab oladi. So'rab oladi. Kelganda mehr ko'zdadir, bolalar bilib olish kerak. Mehr ko'zda, ko'zingizga qarab turgandan keyin odamning mehri tushib qoladi-da. Har qanday ustozlarni, har qanday odamlarni mehri tushib qolsa, o'zi o'sha yigitga mehri tushib qolsa, keyin soatana qiziqib bo'lmay qoladi. Biznesmen odam shu narsalarda ham farqiga borish kerak ekanda. Mehr ko'zi ancha-muncha ishni bitqizsa bo'lar ekanda. Telefonda nima qilmasdan baribir asosiy summada aylanadigan shartnomalarni yoki asosiy muzokaralarni baribir yuzma-yuz qilganga yetmas ekan. Yuzma-yuz qilsa masalanda, yuzma-yuz odamni qo'lim bilan kelingda. Qo'lim endi-da bo'pti, debda u yoqdan ketish nima? Ikkovimiz mana shunday qilib so'rashdi. Hozir farqi bormi? Ha, farqi bor. Mana qo'lda ushlab turibsiz, odamga nima bir-biriga-da hozir mehri o'tadi-da, so'rash kerak. Quchoqlashsa undan ham boshqacha nima beradi. Hali odamga-da yaqinlik his qilinadi-da. Keyinda kelgan odamlarda o'sha biznesmenmi, o'sha mutaxassis biznesmenlarda sizda yo'q narsa bormi? Undan chiqdiki, undan ustozmi? Ustoz bo'lsa-da, o'sha kelayotganda-da nima deydi? Ularni bir nima qilib kutib olish kerak. O'sha odamlarda-da hozir aytaman, bolalarda-da sizda yo'q narsani bermoqchimi? Nima bo'ladi? Assalomu alaykum ustoz, keling deb xursand bo'lib kutib olsa, yo keling desa, bu haligida nima deydi? Bir piyola choy, o'sha olib kelganda bir-birdan noni, ustoz yaxshi keldingizmi? Xo'sh, hech qanchalik narsa emas. Endi-da odamga mehr tushish mana shundan bo'ladi. Hurmatdan bo'ladi. Endi chin dildanlik bilan qilingan bilan hozirda kelayotganda-da orqasidan masalan ustozlarda orqasidan ham gapirib bo'lmaydi. Nega? Yo'qmaydi-da. Yo'qmaydi. Ilm yo'qmaydi. Ilm ham yo'qmaydi. Berilgan hozirda mana ustoz deganda-da hozirda institutda hali domlalarni nazarda tutilmaydi. Masjidda imomlari emas, xolos. Bir har qanday beriladi, xoh ilm, xoh temir bo'lsin, xoh suvarshi bo'lsin, xoh to'kir bo'lsin, xoh boshqa nima bo'lsin, xoh biznes bo'yicha ilm bo'lsin, har qanday ilmni berayotgan ustozlarni-da orqasidan tugulda o'ylashga ham da yomon fikr bildirmaslik kerak. O'ylab ham ko'rmaslik kerak. O'shanda kelganda u bolaga ilm yuqish osonroq bo'ladi. Ustozlarning bitta gapi bor-da, eshigingizga tagiga kelib bitta divana o'tiribdi. Divana o'tiribdi. Menda hech ham yo'q. Bor ketgan. Sizda yo bir narsa berasan deb o'tiraversa. Har kuni kelib o'tirsa, endi-da bir necha kun sabringiz yetadi sizni? O'z bir kun ham yetmasa kerak. Yetmaydi. Oxiri nima deysiz? Ma oldik. Ma deysiz, bir narsa berasiz-da, bor non olib chiqib ber deysiz. Tushuntiradimi? Ustoz ham xuddi shunga. Allohning yanda eshigini taqillatib, nima qilib so'rab turaversiz-da, ham ochaveradi. Ustozlarni ham xuddi o'shani singari nima qilsa, ustozlar nimaga yaqinlashtirmaydi? Siz ustozni hurmat qilasiz. Haddan tashqari yaqinlashtirilmasligini sababini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Ustoz kim? Ustoz inson, ustoz. Inson gunoh qilguvchi bitta nimada gunoh qilamiz-da biz. Gunoh qilingandan keyin ustozni-da endi aytilganda bunday tursin deganda. Bunday bu siz kirib ketadi-da, bilmay qoladi. Ichiga kirib ketib qolsangiz-da, keyin nima bo'ladi? Ayib chiqib qoladi. Ustoz bilan mudofaa qilish kerak. Ustoz mana shunday ushlab turadi. Ha.
O'shaning uchun ustozlar bizni itaryapti, yaqinlashtirmayapti degan fikr noto'g'ri. Ustozga yaqin kelganda ustozlarda ham kamchiligi bor-da. Bu mukammal qilib yaratib qo'ygan yo'q-da. Internetdan yozilgan, "Men bo'pti ishlayni tashlab qo'y, ko'raychi" deydi yoki unaqa qilgan ko'raychi deydi. Keyin javob yo'q. Agar o'sha paytlari o'sha ustozlarning eshigini mana o'zingiz aytmoqchi chaqqilatib o'tirib olganimda, balkim shogird qilib olgan bo'larmidi deb o'ylab, mendagi hozirgi savol o'zi shundan tug'ilgan. Nima uchun shogird qilib olmaydi ustozlar, ilmi bor odamlar? Ularda o'zida bitta tomondan shogird qilib olmayman degan yo'q-da sizni. Siz bordingizmi? Bu eshigini taqilab bir 3 marta yo'qolgan desa, bir 4-marta bordingizmi? Yo'q. Hozirgi yoshlar bormaydi-da, nima? Endi qarang, bormaydigan bo'lsa-da, bu ilmda da borib olinadimi yo kelib beriladimi? Bilmayman. Borib olinadimi? Endi da bitta tomondan hozirda qarang, shunday nimasini aytiladiki, menga birorta mutaxassis zarur bo'lib qolsa, hech kim ko'ndira olmasa o'zim boraman. Pulga ko'nmasa, endi sizga bitta sirni ochib qo'yay. U bundaqa desa ham, bolalarda pulga ko'ndirish olmay qolsa, mana shu keyin menga mana shu odamdan boshqa odam nima qilsa bo'lmaydi desa, men dada bo'lari bormi deb so'rayman-da. Ota-onasi bormi deyiladi. Ha, bor, tanish, o'sha nima desa, ko'rgani boring. Siz bitta ustozlarni nimasini aytib qo'yamiz. Ustozlar aytganki, endi kimga murojaat qilish kerak? Kimga gap o'tayotgan odamga murojaat qilish kerakmi? U unamay ekan. Ha, unga murojaat qilish shart. Bas, keyingi nimasi? Siz dadasi bilan zo'r bo'ling. Ha. Dadasi aytadi. Ha, gaplashib maza qilib bir nima qilib 3 marta boringda. Mazza qilib gaplashib o'tirasiz. Unaga nima deydi? Dadasining o'rtog'i bo'lib qolsa, dadasining o'rtog'iga bemalol keyin buyruq qilsa ham bo'laveradi. Nimada? O'shanga biz bo'ysunamiz-da. Nima desa shu. Haligi biz nimasida. Omal ekan ustozlarning oldiga bir marta nima bilan nima bo'pti bir marta qabul qilmasa? Nima bo'pti bir 5 marta borsangiz ortiqcha? Ha. Ilm kerakmi, borish kerak. Ha, necha marta buni da shunday narsa bo'ladiki, agarda battada sizni haqiqatan ilm olayotganingizni bilmaydi-da boshida. Haqiqatan ilm izlab, haqiqatan o'sha mutaxassislik zarur o'sha odamni ilmidan foydalansa, mana shu bir narsalar qurilsa, mana shu sizni orqangizdan bo'ldirsa, u odamda da nima kayfiyati ko'tariladi, g'ururlanadi, faxrlanadi. O'sha men qilgan nimalar mana ishlayapti, mana shunaqa bo'ldi degan ustozlarda nimalar kelib chiqadi. Kelib chiqqan haqiqatan o'zi o'shalarga manfaat teganda o'zi. O'zingizdan bir narsalar qilib olmaysiz, qo'lingizdan hech nima kelmaydi. Odamlarni ichini bilmasdan turibdi bir nima chiqarmaslik kerak. Xulosada yuzidan har qanday odamni yo'lini topib nima qilsa bo'ladi. O'sha oldingi aytganda da men bu gaplarda endi majoziy ma'noda gapirilgan, qalovini topsang qor yonadi desa, majoziy ma'noda aytilgan desa, bu haqiqat ekan 700 gradusdan keyin yonib ketar ekan-ku. Qorni ham suv qilib yo'q bo'lsa bo'lar ekanda. Endi buni ham da oldin aytilmaganda. O'sha desa bu haqiqat ekan o'zi. Qarang, biz uni da boshqa ma'noda tushunib qolganmiz-da. O'sha singari hamma ustozlarda nima kerakmi? Boring. Rivoj 98-yil tashkil etildi. Mana yo'lini aytdingiz, birinchi 3 kishi boshlaganmiz, Admotkadan boshlaganmiz deymiz. Bugun nechta xodim ishlayapti bugun? 100 dan ortiq adashmasam. 150 atrofida odam ishlayapti. 3 ta odam, 150 ta odam. Boshqarish mas'uliyati,
gavdanda yuk, ularning oilasi bor, ularning yana ostida oilasi bor. O'sha paytda biznesni endi boshlagan paytingiz aytyapsiz, ikkita odamga pul bermagandirmanki, ketib qolgan, yaxshi pul bermagandirman deyapsiz. Hozirgi 150 ta odamni pulini berish, ularni boqish, ularga ish topib berish mas'uliyatini qanaqa his qilasiz? Oldin shunaqa men oila bermaganman ketib qolgan degan fikr bo'lganda, o'shancha aytdim bu gapni. Endi buni da keyin mana ustozlarga bordik, o'rgandik, hozir ham o'qiyapmiz. O'sha ustozlarda mana Ibrohim Gulayamov ustozlarimiz. Endi ustozlarda da pulni men bermaydigan bo'lsam, mendan nima mas'uliyat bo'ladi? Pulni endi de qancha odam kelsa, o'zi rizqi bilan keladi deydi. Rizqi bilan keladigan bo'lsa, qancha odam ko'p kelsa, rizqi bilan kelar ekanda. Rizqi bilan keladigan bo'lsa, bizni pulni biz berganimiz ya da o'zi puli bilan kelyapti. O'sha pulini qancha odam bo'lsa, o'shancha necha mingta odam bo'lsa ham ishlaydi. Buni odamlar tushunib yetib olish kerak yoshlar. Rizqda masalan pulni yo men pulni bermayman-da. Men uni oilalarini boqmayman. Unga da menda ishlamaganda ham, boshqa joyda ishlasa ham, xohlagan joyda tursa ham rizqini Alloh o'zi yetkazadi. Endi rizqini yetkazgandan keyin hamma narsa rizqini yetkazib bergandan keyin da bizda bo'lmagandan keyin da mas'uliyat nima uni rizqi bizni nimamizga solib qo'yilmagan ekanda. Biz sabab chiqib qo'yilgan xolosda. O'shanchun da bemalol odamlarni olib ishlatsa bo'laveradi. Har qanday odamni taklif qilsangiz, shu narsani bilinglarki, yoshlarga bitta tavsiya mana shu yerda. Nechta odamni tavsiya qilsangiz-da shuncha rizqingiz shunchalik ko'p beriladi. O'shalarga taqsim qilib berish uchun beriladi. Xolos u odamlarda da nima deydi? To'g'ri yo'lda ishlatib, to'g'ri nimada qilish kerak-da, to'g'ri manfaat ko'radigan joylarga yo'naltirib qo'yish kerak. Maqsad shu xolos. Hozirgi yosh biznesmenlar, tadbirkorlar, demak, ishga olayotganda mutaxassis rostdan kerak bo'lsa, unga pulni qayerdan topib beraman deb qo'rqmasdan. Qo'rqmasdan, mutaxassis o'zi 10 baravardan oshiq nimani ko'tarib uzoq keladi. Rostdan. U mutaxassis, men oddiy odamlarni aytyapman, mutaxassislarda rizqi undan ham baland bo'ladi. Oddiy insonlarda rizqi ham o'zi bilan keladi, mutaxassislarniki ham o'zi bilan keladi. Mutaxassisning foydasi endi da nima deydi? Bu endi qalay maqollarda aytsa hozir nimaga to'g'ri kelmaydi, hozir aytaydi bu endi bunaqa nimalarda to'g'ri kelmaganligi aytmadim. Mutaxassislikda oddiy nimalarga qaraganda juda baland bo'ladi. Chunki ilm olganda, u ilm yo'q. U endi o'qigan odam bilan o'qimagan odam bir xil bo'ladimi? Bir xil bo'lmaydi-da. Mana o'qigan odam mana necha yil o'qiydi, ilm oladi. Masalan, hamma narsa ustozlarni ko'radi, bilim oladi, hammasini kelib qatlarda tajribasini oshirib keladi, mutaxassis bo'lib keladi, tayyor odam bu juda ko'p yordam beradi. U aniq yo'nalish bo'yicha beradi. Bunaqa nimalarni men ko'p yo'llab ko'rganman. Nima deydi? Boshida qimmatga o'xshaydi. Haqiqatan qimmatga o'xshaydi. Nimagaki oldin qildirib ko'rmagansiz-da. Sizdan ko'p pul topadigan odamlarni hazm qila olmaydi-da bolalar. Undan ko'p pul talab qilsa, mendan ko'p pul olyapti ekan deydi. Yo, u oz pul topadi-da, o'shancha shunaqaga o'xshayveradi. Mablag'i o'zini nimasi, topadigan nimasi past. O'zi pastroq o'rinda turibdi. U balandroq o'rinda turibdi-da ular. Baland turganligi uchun ular gapirgan gaplarda nima aytilgan mablag'i nimasi unga baland tuyulaveradi. Baland narxda aytganga o'xshayveradi. Lekin uni qo'rqmasdan-da bitta tomondan men mutaxassislarni yo'llab birorta bankrot bo'lib qoldim degan odamni eshitmadim. Hech qayerda mutaxassislarni yo'llagan bo'lsa, pulim ketib qolibdi, nimada qoldim degan nimani men ko'rmadim, o'zimda ham nima sezilmadi.
Mutaxassislarda qancha mutaxassislarni ko'p yo'llagan bo'lsa, shuncha hozir ham xuddi shunisiga. Mutaxassisni yo'llab biladigan nima odamni yo'llasangizda shu nimangiz ko'tarilib ketaveradi. Ha, mutaxassislik jamoa u sizni yaxshiroq zonaga olib chiqishga, ya'ni biznesingizni rivojlanishiga sababchi ham bo'ladi, yo'llasangiz. Albatta. Ilmi bor. Biznesmen odam so'zida turadigan odam bo'lishi kerakmi? Biznesmen odam albatta so'ziga javob bera olishi kerakmi? Shu biznesdagi eng ajralmas qoidalardan birimi? Shu haqida o'qiganingiz nima fikrdasiz? Biznes gapida turish tugul, yolg'on gapirish qat'iyan taqiqlanadi. Yolg'on gapirmaslik kerak. Yolg'on gapirib bu umuman unaqa narsalarni aralashtirib bo'lmaydi. Bu da ishni bitirib uchun ham bunaqa ishlarni qilmaslik kerak. Mayli o'sha kuni sizning ishingiz bitmasin, to'g'ri kelmasin, unaqa qilib bo'lmaydi. Bu keyingida u uzoqqa bormaydi. Yolg'on aralashgan biznes. Hech ham uzoqqa bormaydi. Bu da nima deydi? Hamma narsani da agar o'rganib qolsa, bir marta gapirib ishimni bitirib olsam desa, keyinda o'sha oson tomoniga qarab qochishni boshlaydi inson. Nafs bor-da bitta. Nafs o'sha tomonga boshlaydi, keyin hamma nimani yuvaradi. Battada bitta tomondan o'sha kompaniya kim? Hozirda O'zbekistonda masalan kim gapiryapti desa, O'zbekiston prezidenti gapiryapti deyilsa-da, O'zbekistonning prezidentida aytilgan gapi shu qonunda, odamlar uchun qonun qilib qabul qilamiz-da biz. Qonun qaror. Ha? Shu nima deyotgan bo'lsa, prezident to'ppa-to'g'ri deb qabul qilamiz. Endi da bundan chiqdiki, to'ppa-to'g'ri deydigan bo'lsa, tashkilotning prezidenti o'sha. Biznesmen o'sha o'zini nimalarini prezidenti. U yolg'on gapirish mumkin emas. U nimalari ishchi xodimlar o'sha nima deydi? Qonun deb qabul qilinadi. Gapirilgan gaplarda o'sha nima deydi? Hazil boshqa bunaqa narsalar biznesda gapirilmaydi. Hazillashdim degan fikr bo'lmaydi-da, biznesda hazil bo'lmaydi. U hazil u harom narsa-da. Nimagaki-da bu ko'p nimalarga olib kelishi mumkin, yomon narsalarga. Biznesmen odam sabrli bo'lishi kerakmi? Albatta sabrli bo'lish kerak. Nimaga desa, aytilgan narsalar, masalan, qurilayotgan zavodlar o'sha davrda, o'sha mahalda, o'sha sexlar bitmay qolishi mumkin. O'zi xohlagan payt. Biz xohlagan mahalda xohlagan ishni qivarishga imkoniyatimiz bo'lsa, bu xohlagan narsani qivarmaymizmi? Uni da davri, vaqti, soati bor-da, o'sha soatida bitadi. Biz aytgan mahalda bitmay qolishi ham mumkin, bunaqalar ko'p bo'lgan. Uni da nima deydi? Biz ajratilgan mablag'lardan teng baravar, 3 baravardan ko'p pullar ketib qolgan joylar bo'ladi. Bu da undaqa nima? Siz hammasini inobatga olmagan narsalar chiqib qoladi o'rtada. Endi zo'r proyektorovchilar, zo'r mutaxassislar chiqib ketdi, hozir boshqa nimalar chiqdi, adashilmaydimi desa, yo inson-ku ham. U ham insonda, u ham da masalan da 100% hozirda nima, endi 100 marta qilingan proyektlar bo'lsa ekan, yo oldin 10 martadan qilib oldin nimadan o'tkazilganlar bo'lsa, masalan, har doim kamchiligini to'g'rilab ketilgan, yuzlab qilingandan keyin bularda kam bo'lmasligi mumkin. O'shandan keyin ham yillar o'tganda kamchilik chiqishi mumkin. Bungacha masalan hamma nimadan shunaqa kamchiliklar chiqib turadi. Sabrni aytdik. Endi 3-chi yana bitta xislat haqida so'ray. Biznesmen odam halol bo'lishi kerak degan gap bor. Shunga fikringiz? Halollikda gap ko'p. Halollik deyilganda hozirda bitta nima ketyapti. Endi buni mana 28 yil bo'lgan bo'lsa, mana tashkil topganiga kompaniyani
28 yil bo'lgan bo'lsa, xohlagan men 15 yilmi 2000-yilda avtomatikani boshlagan bo'lsa, 2015-yilgacha mana shu elektr sohasi bo'yicha ishlaganmiz biz. Asosiy 15 yil. Ha, shunaqa sohalarda ham ishlaganman. Elektr montaj bilan shug'ullanganman-da. Shug'ullangan bo'lsak, biz bolalarga nimani o'rgatar edik desam, bolalar mana xohlagan mana ijtimoiy tarmoqlardan ko'radi hali. Men gapirgan bo'lsam, uni tasdiqlashi ham mumkin. Nima? Bolalarga-da o'shanda 45 ta montajchi nimalarimiz bor edi. 45 montajchimiz bor. Ishchi borlar. Ha, montajchilar edi, elektr sohasi bo'yicha. Injenerlar bor edi, glavniy energetiklar bor edi, o'sha masterlarimiz bor edi. O'sha nima 5-klassli, 5-razryadli nimalar bor edi, mutaxassislar bor edi, hammasi. Biz elektr sohasi bo'yicha professional tashkilot nima qilganda, endi juda katta kompaniyani shu elektr bo'yicha masalan o'sha davrini oldi kompaniyasiga chiqarilganda viloyatda. Endi viloyatda bu. O'sha chiqarilganda bolalarga qayta aytib turlarki, hech kimga elektr sohasi bo'yicha sho'tchidan boshqa joydan narsa qilib bermagandilar. Bu boshqa aholini boribda birovnikini montaj qilsa yo bitta xizmat qilib ketsa, men bir so'm pul olmasdi deb bizga undaqa nima basdi, o'zi kelishib o'zi olaveradi. Men undaqalarga aralashmasdim-da. Lekin bolalarga yig'ilishlarda ko'p aytardimki, 1 so'mli elektrni qaytarib bermagandir. Ha. 1 so'mli o'g'illik narsa qildirtirib bermagan. Sen bilib qo'y, hali yoshimiz, xuddi mana shu yoshlarda aytgan ekanman-da, biz unda masalan 30 da boshlangan bo'lsa, hozirda yoshimiz ham 56 da bo'lsa, o'sha mahalda aytardimki, bir mahal 20 yil o'tadi. Oradan nevarasi ham bolasi yillar o'tib qolsa, bir kun yuziga tushganda yo boshqa bo'lganda-da yo bir narsani aytayotganingda, masalan, o'zi ham yoshlikda qilib berardi deyiladi. Yoshlikda ehtiyot qilish kerak, yoshlikda yo o'g'illik qilib berib, birovning narsasiga xiyonat qildirtirib berib. Hech kim aytishi mumkin, gaz, elektr bundaqa narsalardan da xohlagan odamdan so'rash mumkin. Birortasiga da 1 so'mlik nima yo sho'chida orqadan qaytartirib ber. Yo men undaqa qilib bersam bunaqa bo'ladi. Nech pul bo'lsa o'shancha to'lardim. Birortasiga ham qilib bermagandir. Yig'ilishlarda qayta tayinlantirardi. Nimaga desang, 20 yil sendan foydalandi. Qanchadir 20 milliondir, 50 million kam to'lar. Yillar mobaynida-da. Lekin u yosh katta bo'lib qoldi, nevarali bo'ldi, bir kun bilmasdan birortasi to'kka tushib qolsa, nima bo'ladi? Bu kim qilib beradi degan so'z baravar javob beradi. Odam o'ldirgan bilan baravar. Men o'shani bolalarga odam o'ldirgan bilan baravar gunoh olasan, baravar javob berasan keyin. Sen o'lib ketganimizdan keyin nima qilganingda ham o'sha qilib bergan edi deydi. Hech bo'lmasa birovga o'zi aybdor, o'zi aytgan, o'zi qildirib turgan, majburlagan. Lekin o'shanda unamaganda palonchi shu narsa bo'lmasdi degan fikr o'tadi-da baribir xayolida. Bir mahalda keyinda u yillar mobaynidagi oxiri taqvodor bo'lib qolsa, hali pulni qanaqa qilib to'layman degan fikr tug'iladi keyin. Endi qaytarib to'lash kerak elektr tarmoqlariga yo gazga, boshqa nimalarga. Bu gaz, elektr, soliq davlat pulidan, davlatni, insonlarning puli, aslida xalqning puli u. Ha, bu endi battada oppoq biz deb ayta olmayman. Biz nimagaki men soham bo'yicha gapirdim. Masalan, nima deydi, o'zimizni elektr nimasi bo'yicha gapirdim. Men bolalarga yig'ilishlarda mana shunaqa deb tushuntirar edik. Biznesmen odam bu biznesda eng ajralmaydigan narsasi fikri ham desa bo'ladi, xarakteri ham desa bo'ladi. Biznesmen odam tavakkalchi bo'lish kerak deyshadi. Qachondir siz ham tavakkal qilmaganingizda balki biznes boshlamagan bo'lishi mumkin edi-da.
hozirgi yoshlar ham tavakkal qila olish kerakmi va qaysi paytda tavakkal qilishini tavsiya berasiz? Qo'rqib turadi yoki mablag'i bor yoki o'zingiz aytmoqchi ilmi bor, lekin hech narsa boshlay olmaydi. Ilmi bo'ladigan bo'lsa, tavakkalchilikda duh yetmayapti-da unga-da. O'sha ilmi nima bo'lsa, ilmi bo'lsa, batta duh yetmayapti. Tavakkal boshlash kerak, tavakkal qilib boshlash kerak. Bu tavakkal degani hammasi nima deydi? Pulda maqsadda mashina nima qilsam shuncha ko'p pul, mana shuncha pul topaman degan so'z bo'lmaydi-da. Mana shu biznes qilsam tavakkalda ham boshqa narsani ham o'ylab olish kerak-da. Mana shu narsani yo uyda qursam, yo bo'lmasa mashinada magazinda o'tsam, yo bitta mana shu xizmat ko'rsatishni qilsam, yo bo'lmasa bitta studiyani o'tsam, u ko'p pul topaman, mana shunaqa qilib boraman. Niyat xolos shunaqa emasda xalqqa nima foyda keltiradi o'zi? Niyat to'g'ri bo'lishi kerak. Niyatda haqiqatan odamlarga manfaat keltirmoqchimi yo aldab pulni olib qo'ymoqchimi-da? Hamma manfaat keltiradigan bizneslarda tavakkal shunday qilsa bo'laveradi. Manfaat keltirmaydigan bizneslarda masalan odamlarda bundaqa narsalarga qarshiman ham, odamlarda masalan bunida nima deydi, jamiyatga, insonlarga manfaat keltirmasdan nima pulini bekorga olib qo'yadigan bizneslarga, ularga qarshiman. Bir vaqti soati kelganda buni baribir to'lashga to'g'ri keladi. Badalini bir kun to'laydi. To'laydi. Bundaqa to'lamasligi uchun masalan o'shalarga shunaqa narsalar vaqtida to'xtatish tavsiya beraman. Manfaatsizmi? Odamlarga ziyon keltiryapti. Lekin o'ziga foyda keltiryapti. Odamlarga ziyon. Bolalarga masalan o'yingohlarga o'yinchoq qo'yib bundaqa biznes emas deyman. Uncha qo'yib pul tashab uni ololmaydigan bizneslarda qilmaslik kerak-da. Bu pulni bolalarda masalan bolalarda haligi o'ynatib pul oladigan, aldab pul oladigan yo kompyuterda hozirgi qilayotgan bu bizneslarda mana chetdan kirib kelgan bunaqa narsalar, endi buni ichida zo'r narsalar kirib kelyapti. Uni ichida mana shunaqa nimalar ham kirib kelyapti-da. O'qib. Bunga bolalarda oson yo'l desa, mana shu tomonga o'tib ketib qolayotgani yomon-da. Oson pul topish to'g'risida-da. Oson pul topishga o'tib ketyapti. Oson pul topish desa, bu pulda oson ishlamasa, evazsiz pullar, bu evazsiz bir narsa berish kerak-da, evaz bo'lish kerak-da. Pul evaziga. Ha, bu pulni topish uchun bir narsa berish kerak-da. Ha. Evazi yo'qlar, demak, oson pul. Evazi yo'qlar, bularda hech nima bermaydigan narsalar, evazsiz nimalar, ular to'g'ri ishlayapti bilaman men. Biznesmen odam, mana manfaat haqida gapirdingiz. Biznesmen odam qaysi manfaatni eng ustun qo'yishgan? Birinchi xalqda manfaatda turadi. Xalqda manfaat. Xalqqa foydasi tegmaydigan bo'lsa, u biznesda keragi yo'q biznes hisoblanadi-da. Sizga xalqqa mana uni ishlab chiqarish uchun mana shu nima, mana bizga manfaat tegyapti. Bu kerakli. Nimagaki buni ishlab chiqarish xalqqa manfaat tegyapti-da. Buni sotib olsangiz ham ishlatasiz, yaxshi. Bu hamda masalan biznes, mana shu biznesda mana shunda biznesni yasalgan. Bular ham ilm bilan yasalgan narsalarda borgan sari kuchayib boryapti. Va ilm bilan chiqarilyapti bular ham bu xalqqa manfaat kelyaptimi? Manfaat kelgandan keyin bunga insonlarga evazga berilayotgan narsalarda bunga bir narsa bersiz, bir narsa beradi. Bu evazsiz narsalarda qilmaslik kerak deb bilaman shu. Niyat haqida ko'p gapirasiz-da. Masalan, biznesmen odamni asosan eng asosiy oliy niyati deyiladi-ku, oliy maqsadi ham, niyati ham. Niyati nima bo'lishi kerak? Shu xalqqa manfaat keltiraman, insonlarni rozi qilaman, bu biznesim orqali degan niyat bilan yashash kerakmi yoki boshqa niyatlarda ham, ko'p pul topaman degan niyat bilan? Niyatda hozir
berilgan nimaga qanday qilib javob berib olaman degan niyatda bo'lish kerak. Pulgami berilgan? Pulga. Ha. Oxiri qanday qilish kerak desa, evassiz deyilgan oxiri berilgan hamma narsalarda buni da hozirda endi ustozlarda bitta nimasi borki, bu berilgan narsa o'zi ijarada turgan odam ekanmiz-da. Biz endi bildikki, o'zi hamma ijarada turibmiz. Hammamiz ijarachi-biz-da. Yashayotgan inson. Ha, buni da endi da ketayotganingizda bir yaxshi nima qilib oling, hamma berganingiz sizniki, to'plaganingiz shu kim qoladi-da. Asosiysi niyat haqida gaplashdik. Biznesmen odamning niyati haqida. Uni niyati o'sha bo'lishga to'g'ri nima qilasiz? Ish mijozi, ishonch haqida gaplashaylik. Mijozi ishonchini yo'qotish juda ham oson, mijozi ishonchini va uni ishonchiga kirish juda ham qiyin. Biznesda bu harakatlar qanaqa amalga oshiriladi masalan? Insonman, siz temir beton mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi biznesmensiz, men uyg'urman yoki men ham fuqaro yoki biznesmenman. Meni ishonchimni qozonishingiz juda ham qiyin. Sizdan mahsulot sotib olishim uchun va ishonchimni yo'qotib qo'yishingiz juda ham oson. Aytishingiz mumkin bitta misol, aldashingiz mumkin, bugun yuk boradi. Endi siz majoziy ma'noda aytyapman. Bugun yuk boradi, lekin kelmay qolsa, bo'ldi, meni ishonchim yo'qoldi. Shunga doim inson qanaqadir oldiga qat'iy pozitsiya qo'yib olish kerakmi yoki doim o'ziga eslatib turish kerak? Aytilgan narsani aytilgan vaqtida qilib olish kerakmi? Sizda qanaqa insonlarda ishonchini qayerlargadir yirik shartnomalar qilgansiz, ularda ishonchini yolg'on gapirmang, bo'ldi. Bitta shu. To'g'ri gapiravering. Bu yolg'on gapirishli manfaatlar to'qnashganda bo'ladi. O'sha mahalda to'g'ri gapirilaversa, keyin ishonch o'z-o'zidan qochib ketadi. Ha, oshadi. Ha. Manfaatlar to'qnashgan mahalda manfaat bir og'iz gap bilan buni siz tomonga o'tib ketadi, bir og'izim gap bilan men tomonga o'tib ketadi. Siz bitta meni esimda yo'lmadiganim. Meni xayolimdan ko'tarilib qoldi. Hatto o'rtada endi bitta dunyoviy nimada mablag' turadi. Xayolimda yo'q, nima degandim o'shanda? Bu hayotda shunaqa narsalar bo'ladi. O'rtada turibdi. Endi sizda qoldi gap. Siz nima desiz? Kelishgandek bunaqa deb. Bu ma'nikiligini siz esingizda edi. Meni esimda yo'q. Bu o'rtada neytralda turibdi. Manfaatlar to'qlashyapti hozir. Hech kim yo'q, Alloh bor, siz bor. Bitta. Men endi aytaman, men esimda yo'q, qanaqa edi deyman. Bu sizniki edi desam, endi bu to'g'ri gapiravering degani mana shu yerda bo'ladi. Yo, deydi, bu sizniki edi. Men unaqa demaganmidim, yo'q, deydi. Siz aytasiz, sizniki aniq sizniki bu deysiz. Shunaqa kelishilgan deysiz. Shunda yaxshi ma'noda qaytarib berishingiz mumkin bu sangarni, to'g'ri? Yo'q, keyingi safar qaytarib bermayman, xo'p deyim, men qaytarib bermadim. Xo'p. Bermadim. Endi batta berilmagandan keyingi bu bitta bilan ish to'xtamaydi-da. Keyingi mahal hech mahal siz tekshirilmaydi. Mana shu mahalda mana shu yerda tekshiriladi. Mana shunaqa mahallar kelib qoladi. O'rtada nima to'qnashgan mahal. Manfaatlar to'qnashgan mahalda o'zingizni manfaatingizdan ko'ra o'sha haqiqiy nimani aytishingiz sizni nimada mana bir dona menga o'tib ketadi yo bir dona sizga o'tib ketishi mumkin-da. Shu mahalda manfaatlar to'qnashgan mahalda nima deydi? Sizni nimangiz hal bo'ladi? Masalangiz. Taqdiringiz masalangiz. Faoliyatingizda qanaqadir faoliyat, mana biznesda, yirik biznesga keltirgunga qadar bo'lgan eng katta xatolardan biri va undan olgan darsingiz bo'lganmi? Masalan, shu sohada ko'radigan yoshlar bo'lishi mumkin. Temir beton mahsulotlar ishlab chiqarishda yoki umuman tadbirkorlik, biznes boshlaganda bir qanaqadir juda qo'pol xato qilgansiz va o'zi sizni bu jarlikkacha olib kelgan. Jarlikkacha olib kelgan nima deysiz-da?
Bu shoshilinch. Shoshil Qarorlarmi bu shoshilinch qaror? shoshil endi bitta jarli desam nima qiladi? Endi bu nima deydi? Buni jarligacha deganingiz uchun o'zingiz so'rab qoldingiz. Birinchisi endi yolg'on gapirishlikda aytdim men sizga. Hozirgi endi kelgan kredit masalasi, qarz masalasi. Hozirgi ko'pchilik qayta aytilyapti, qarz masalasi bu shunday yomon nima bo'lib keldi-da. Hozir shunaqa nima bo'lib qoldiki, bu olishdan o'sha foizda to'lab qo'shimcha masalan bitta narsani qurdingiz. Bitta hozir zavod qurdingiz, boshqa qildingiz. Endi zavodlarda yo bir narsani qurayotganda qarz olib bo'lmaydi-da. Qarzni qaytarish juda qiyin masalaga aylanib ketadi. Nimasi ko'payib ketadi? U xo'p zavodni qurish uchun qarzni oldingiz. Mana zavod qurildi. Ishga tushdi. Hozir endi ishga tushib, buni yurg'izish kerak. Siz qarzsiz, qanaqa qilib yurg'izasiz? Bu zavodlar o'zi aylanma mablag'i yetarli darajada mablag'i bo'lishi kerak. Uni qancha katta bo'lgan sari tegirmoni shunchalik kattalashib boradi. Unga bunkeriga tashiydigan narsa shunchalik ko'p bo'ladi, dona. Katta bunkerlar kerak bo'lib qoladi-da. Unga endi da mablag' masalasi. Bu bunkerni sekin ishlataveraman, bitta ishlatib, to'xtab, bitta ishlatib, to'xtab, bitta ishlatib, to'xtab, hali ishlaydi, to'xtaydi, ishlaydi, to'xtaydi. Kerak payt ishlataman deyish noto'g'ri ekanda. To'g'ri, to'xtamasdan ishlatish kerak-da. To'xtamasdan aylantirish kerak edi. Tegirmonda da masalan da hozir men majoniy ma'noda tegirmonni misol keltirdim. Buni nimasida endi da uni hozirda aylanma mablag'larga da o'sha nima bo'lib qoladigan bo'lsa, bu bolalarda da o'sha yomon ahvollarga olib kelib qo'yildi. Bundan necha marta o'zimdan ham da shunaqa nimalardan so'raldi. O'zimiz ham bunga tushib chiqqanmiz bir mahallarda, shu ahvolga tushib nima qilingan. Endi unda da agarda hozir bitta siz so'radingiz, men javob beray, bo'pti, mayli. Asosiy masalan atrofda asosiy narsasi nimani olib qoladi? Mablag' keladigan joyda. Agar shunaqa bir qarz bir ahvolga tushib qolsa, endi o'zim boshlab qo'ydim. Qarzga tushib qolsa asosiy narsani olib qoladi. Bir boshdan kechadi qo'yganida. Sotadimi? Sotadi. O'sha darajaga yetib oxiri yomon holatga tushib qolibdi, u tortib olib qo'ygandan ko'ra sotib tezroq bergani ma'qulroq. Biznes boshlash uchun kapital bo'lmasa, kredit aytyapsiz yoki qarz olmaslik kerak deyapsiz. Nima qilish kerak? Birinchi sherik qiling. Sherik bitta tomon. Bu birinchi bizneslar to'g'risida ketyapti. Yangi boshlayotgan odamlar, yoshlarga tavsiya biznesda qarz bilan boshlamang. Qarz olib bitta zavod qurib yo bo'lmasa ishlab chiqarish bu narsa qilaman. Bu tajriba yo'q odamda da o'xsham hozirda aniq qilib yurgan odam uchun necha pul foyda qilishi aniq tayin. Bu yangi boshlayotgan uchun yangi narsa bu. Uning ichida xarajati ham ko'proq bo'lishi ham mumkin, kamroq bo'lishi ham mumkin. Buni bilmasdan undaqa nimalarni boshlab ertaga bolalar bitta nima bolalarga da bularni narsani sindirib qo'ymoqchi yo duxun tushirmoqchi emasman. Uni ochish kerak, qilish kerak o'zi-yu. Bitta tomoni borki, bolalarda boshlanganda o'shanida kichkinaligida hali tajriba yo'qligida o'shanaqa narsalarga tushib qolib turib, keyin do'qsinib ketib qoladi. Hali do'xfasi ketadi-da, keyingi tajriba to'plab qiladigan mahallada ham qilmaydi keyin. Bir marta pand yegan, haliga negativ paydo bo'lib qolgan. O'zimizni oldingi mana maqollar borki, haliga og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi degan nimasi bor-da. Hali bu endi makruh qoladi o'zi puflasayu. Endi bu majoziy ma'noda aytilganki, o'shani ham issiq mumkin deb qo'rqib turadi-da. Nimasi tushib ketadi.
O'shanchinda nima deydi? Bunga tajribali odamlardan maslahat qilib o'rgani ham yaxshi. Maslahat qilsan, yo bo'lmasa yollasin, yo maslahatga borsin. Siz ham maslahatga ochiqsiz. Bizga bemalol kelsa-da, mana nechta nimalar keldi, hozir kelinsa, xohlagan o'zimiz yo'nalish bo'yicha hamda mana kecha bizga ham xuddi shunaqa qilib ustozlarimizni beton bo'yicha rahmatulloh hoji aka nima Andijondan men borganimda ham xuddi mana shunaqa qilib ochiqlik bilan kutib olgan. Xuddi o'sha odamlardan o'rganib qolganman. Bemalol ochiqlik bilan kutib olamiz. Bizdan ham chiqqan insonlarda, shogirdlarda o'sha nimalar bor, ishlayapti. Zotlari hozir nimasida endi bu yerda masalan hech kimga bizni soha yo boshqa soha bo'yicha hech qayerda bekmas. Demak, biznes qilayotgan odamlarga ham aytar ekansiz tavsiya. Har doim o'rganmoqchi bo'lgan insonlarga ochiq bo'lishini so'ramoqchi ekansiz. Albatta, o'rgansin. Ustozlik qilsin. Endi bizni qo'limizdan keladigan, bizni ilmimiz yetadigan narsalar bo'lsa, so'rasa, biz ilmimiz yetgancha beriladi. Ilmimiz yetmasa boshqaga tavsiya qilinadi. Yo palon nimadan so'rab ko'rish kerak. Bundaqa soha bo'yicha bizni sohaga ilmimiz yetmaydigan joyga tavsiya berilmaydi. Masalan, hozir ilmlar ko'payib ketgan, hamma ilmni bilaman deb aytilmaydi. Biznes bo'yicha masalan maslahat bering desa, o'sha qo'limizdan kelgan o'sha so'rasa qilish kerak, qilmaslik kerak, yo mana uni tezlatish kerak degan maslahatlar berishimiz mumkin, nima qilish kerakligi. Demak, xulosa, biznes boshlash uchun agar kapitali bo'lmasa, puli bo'lmasa, qarz olmaslik kerak, kredit olmaslik kerak, iloji boricha eng birinchi navbatda sherik topish kerak. Yoki bo'lmasa investor topish kerak. Investor topish kerak. Endi qarzlarda banklar to'g'risida gapirdim-mi? Qarindoshlar bordir, o'rta yarimlar bordir, beradigan odamlar bordir, ota-onasi bor, aka-ukalar bo'ladi. Masalan, boshqa nimalar bo'ladi? Biznesmenlar bo'ladi yo ta'sischilar bo'ladi. Sizni hozirgi 98 rivoj 98ni eng asosiy o'zagini boshlagani mablag' qayerdan topilgan? Dadam bergan menga. Kattaroq summa bergan? Bunday yo'q. Umuman holda katta summalar kerak bo'lmagan. Taxminan hozirgi paytga hozir bizga unaqa asosiy nimalarda dadam ko'p qo'llab turganman. Dadam bumlar qo'llab turardi. Dadam bumlar ham qo'llab turgan. Biznesingizda past-balandliklar ham bo'lganmi? Albatta, endi bundaqa past-baland hozir ham xuddi shuni singari. Biznes hech mahal bitta bunday yo'nalishda ketmaydi degan mana ustozlar ko'p nimalarda xuddi o'shani singari yo pastga qarab yuradi, sekin-sekin tushadi, yo sekin-sekin yuqoriga qarab yuradi, tikka uchadi. Tikka uchirish uchun nimalar qilish kerak biznes? Tikka uchirish uchun o'sha raketani qanaqa qilib uchirish kerak? Ilm bilan harakat qilib. Ilm bilan uchirish kerakmi? Hozir raketa qanaqa qilib uchyapti? Qanchadir yoqilg'i quyishni ham biladi, sarflashni ham biladi, o'shanga yarasha ilmi ham bor. Raketa qilib uchirish uchun o'shanchalik zapravka qilishni ham biladi. Nimada ichida qanaqa nimalar bilan, priborlar bilanmi, jihozlar bilanmi jihozlashni ham biladi. Qatga yetib borib to'xtashni ham biladi. Yetib borsa qancha narsa ketishini. Hammasi bu tikka uchirish uchun bu oxirgi ilmlarda qo'llash kerak. Buning uchun da atrofda juda katta komanda bo'ladi. Yaxshi komanda bo'ladi. Ko'p bo'lmasa, kichkinani ham tikka qilib uchirsa bo'ladi. Katta bo'lmasin, kichkinaroq bo'lsin. Ustozni yana bitta nimasi bor. Katta biznesda, juda katta biznesda aylanma mablag'i bo'lmagan bizneslar bo'lsa, u katta biznesda bo'lishi shart emas degan. U yaxshi bas deb bilishgan. Kichkina bo'lsa ham uni o'sha yetarli to'xtamaydigan aylanmasi bor. To'xtamaydi, aylantiradi. Shu narsani yaxshi deb bilishgan. Bizga nimani aytilgan. Unaqa o'shancha nima deydi? Yoshlarga birdaniga katta bizneslarni boshlashga tavsiya berilmaydi. Kichigidan boshlang. Birdaniga katta boshlagan bizneslar ko'p yurmay qolibdi. Nimagaki yurib yetib kelganda ham imkoniyati yo'q-da uni yurg'izib yuborishdi. Keyingi nimasi?
kimgadir murojaat qilish kerak-da keyin ham. Undan ko'ra boshida qilavermaydimi? Keyin she'riy o'qtarib boshlab qo'ygan necha marta keladi, she'riy kerak, nima qildi, shu nima deydi, mablag' tiksangiz desa, nima qilgansiz? Yag'idan, bag'idan qilib tashlaganda bolalar. Bitta biznes emas, 3-4 ta biznes qilib olganda, hammasi bir nimada bas, yaxshi bas. Hech qaysi birortasi bir izga tushib aylanib turgan emas. Mana undan jichcha qilganda, keyin undan qilgan. Bu birortasi izli qildiqan nimada bas. Oxiri qarayda hamma joy sotamanga tushib qoladi. Biznesmen odam mana aytyapsiz, biznesni uchirish uchun ilmli bo'lish kerak. Demak, o'zingiz ham ko'p ta'kidlaysiz, ko'p biznesmenlar balkim aytasiz, tadbirkorlar balkim yaxshi o'qimagan, u tavakkal qilgan, uni duxi bo'lgan deysiz-da. Va ishni boshlab, o'ziga yarasha mablag'ni topgandan keyin biznesmen odam ilmga ham ochiq bo'lish kerak. Ilm olishdan to'xtamaslik kerak. U qaysi yoshda bo'lsa ham, to'g'rimi? Siz masalan, o'zingiz ham albatta bunda hozir ilmsiz hech nima qila olmaydi. Hozirda xo'p, oldin bizni yoshligimizda aytilgan gaplar bo'lardi-da. Endi o'qimasang, ketmon ko'tarib kolxozga chiqasan-da desa, ketmon ko'tarib kolxozga chiqib bo'lmaydi. Kolxozga chiqsangiz-da uni qabul qilmaydi sizni. Ilmingiz bo'lmasa-da, hozirgida intensiv vaqt qilish kerak. Hech yerlarda ham nimasini chiqarib berasiz-da, bo'lmasam. Odam ishlatishga mablag' yetmay qoladi, ilm bo'lmasa. Uni bitta dori seping, hamma joyda 100 ta o'taqchi qo'yib, uni o'tatgandan bitta dori jicha ilmi bo'lsa, bitta dori sepadi, hamma joy o'talib qoladi. Ilmi bo'lsa. Ilmi bo'lsa bo'ldi. Bitta odam kerakli joyga 100 ta odam qo'yadi, qalini bankrot qiladi keyin. Ilm bo'lmaydi-da, keyin qarzni qalini o'taqchilardan ham qarz bo'lib qolaveradi o'zidan o'zi. Bunga da o'sha kolxozda hamda oldingi berilgan kolxozdan hozir unaqa emas-da. Hozir ilmli odamlar kerak bo'lib qoldi-da. Uni ham dorini ham o'qib solishni bilish kerakmi? Bilish kerak-da. Uni ham dorilarni ham hammasini yerga, me'yoriga keltirmasa-da o'sha hosilni bermaydi. Biznes ham xuddi shuni singari. Atrofingizga, biznesingizga ilmli odamlarni yig'dim deb o'ylaysizmi hozir? Albatta-da. Ularni qanaqa xislatlari, qaysi nimasi bilan saralab olasiz? Ishga olayotganda jamoani, yaxshi jamoani shakllantirdim deyapsiz. Ularda qanday ishga oldingiz? Qanaqa saralab oldingiz? Shunday ishlarni buyuraverasiz, qilolmaydi, qochib ketadi-da. To'g'risida ishga olingandan institutda turgan bolalar, hozirgi nimalar zo'r ish talab shunaqa kuchayib boryapti. Hozir talab zamonaviy nimaga qarabda. U o'zini sohasi bo'yicha shunaqa ishlarni qilolmasa qilolmayman deydi-da. Iloji yo'q-da buni. Qilolmasa ketadi-da. Unda yerda tura olmaydi-da. O'zi unga nima deydi? Kirilayotganda o'zi mana shuncha ish yetarli ish buyuriladi. Vaqti soati kelibdi, unida xo'p kirganda da nima beriladi? Mesela beriladi. Ularga ham da bir doniga ta qilinmaydi. Vaqt beriladi, soat beriladi. Moslashgani sekin asta tezlayaptimi? Ko'riladi. 1 oy bo'ladi, 2 oy bo'ladi, 3 oy o'tadi. Talab qilinadi. Tezlash. Harakat qil, nima qil deyilsa, tezlab ketadi. Qilolmasa o'zi keyin o'zi majbur emas. Endi da omalikka ustozlar aytayapti, oldindan saralab oling deyilgan. Hisob kitobli endi da o'sha standart bo'yicha u harakat qilinyapti. O'shanday olishga. Endi keyingi yangi nimalarga moslashib ketishida endi. Korxonaga tatbiq etilayotgan yangi texnologiyalar, yangi nimalarda hozirda ular bunday olib qarasam, men yaxshi bilan yo'qman bilmayman. Men yaxshi narsalarni bilmayman. Ular bilgan narsalarni hech qaysini bilmayman men. Nima uchun desa, ularda yosh nimalarga yetolmaymiz biz hozir. Ularda hozir kompyuterlarda shunday ko'p narsalarni biladiki, biz u narsaga yetib bora olmaymiz. Hamma narsasini bilmayman men.
Lekin bitta tomondan narsani bilinadiki, tajribani arkasidan nima deydi? Hozirda masalan tajriba deyilsa, men asosiy aytdim-ku, 15 yil elektr montajda orqasidan nima qilgan bo'lsa, shu tajribalar orqasidan-da keyingi nima qilish kerakligini bilamiz-da. Bu tajriba ko'p nima so'zini aytib turadi. Shatda. Eng oxirgi kelganda tajriba borligi bu o'sha muhim qarorni qabul qilishga yordam. Tajriba endi uni kengash qabul qiladi. Men ham taklif qilaman. Kengash bor. Kengash bor. Hozir bitta o'zim bas. Ularda aytiladi, boshqa qilinadi. U nima deydi? Qarshi chiqilmasa, hamma za bo'lsa o'shani amalga oshiriladi. Kengashda qaysi oraliqdagi biznes egalari kengash qilib olish kerak? Kengashda o'zi vazifasi nima? Uni ham to'liqroq aytsangiz, kengashdami? Vazifasi. Nima uchun qilgansiz? Kengashda vazifasi kengash keyin nima qilish kerak? Sizda endi yana mana nimada o'tlab ketmasligingizni, shoxlab bormasligingizni oldini olib butab turishadi. Biznes egasini desa ham bo'ladi. Biznes egasini desa ham bo'laveradi, boshqa nimaga uchun desa, pulda mablag'larni boshqa yoqqa sarflamasligi uchun. Hozir boshqa yoqqa sarflansa, masalan, nima deydi? Nima qiziq bo'lsa, birov qiziqtirsa-da o'shanga o'taman desa, kengashchi ruxsat bermay qo'yaveradi. Shatda yana bitta savolda, kengashda hamma vakili sizdan oylik oladimi? Albatta. Xo'p, biznes Omedxoni ham bor. Bormi? Ibrohim Gulyanov bor. Ularda yana bitta tomoni bor. Mendan oylik oladi deyish noto'g'ri bo'lsa kerak. Bu kompaniyalar boshqa. Boshqada o'zlari ishlab topadi. Yo, kengashingiz qachondir qarorlaringizga qarshi chiqdimi? Biznes egasi sifatida siz qaror tashladingiz. Mana ish qilib ko'rsangiz chiqishdimi? Ha, bu uyga uy qurishga necha marta qarshi, hali qiziqtirishadi-da, shunga o'tish to'g'risida necha marta aytilgan bo'lsa, kengash qarshi chiqdi. Uyga o'tishimizga qarshi. Uy biznesiga. Uy bizneslar bo'yicha-da, masalan, hozir nimalarga bizda o'zimizda-ku deyiladi. Haqiqatan o'zimizda, bizda bunday olib qarasa, birortasi esa to'g'ri. Shag'al bor-ku deydi, semen bor-ku deyiladi. Endi shag'al semen bilan texnika bor-ku, ko'lagan katlamanlar, boshqa nimalar. To'g'ri, texnikalar bor, boshqasi bor. Endi qurganida kranlar bor, to'g'ri. U nima bor? Lekin o'tmayapsiz uy qurishga. Qachondir afsuslanishingiz ham mumkin, mana shu kengash gapiga kiribdi. Men o'tishim kerak ekan o'sha biznesim o'sha paytda uy qurishga ham olib o'tishim kerak ekan. Shu tarmoqda ham o'zim o'rnimni topishim kerak ekan degan bo'ladi. Endi bo'lishi mumkin, Allohu alam. Lekin bitta tomoni bor-ku, 30-yilgacha iloji ham bo'lmaydigan nimalar turibdi-da oldimizda. Rejalar bor. 2030-yilgacha rejalar turibdi-da. Uni agar bajarib yuborilgandan keyin-da agar o'tib ketish kerak bo'lganda, o'tsa, masalan, uni nimagaki biz uy qurayotgan insonlar yetarli uy qurayotgan insonlar yetarli. Endi lekinda yetarli-da. Jamiyatga manfaat tegish degan so'z ketdi-da. Xolos, meni foydam to'g'risida gapirmadim-da. Xolos, mana shu uyni qursak ko'p pul topamiz degan so'z ketmaydi. Qaysi yo'nalish oqsoqlayapti hozir? Qaysi nima hozirda nima O'zbekiston qayerda nima bo'lyapti? Qayerda qiyinchilik tug'dirilyapti? Qaysi nimada qiyinchilik tug'dirilyapti? Qiyin bo'lyapti hozir. Nimaga qayerda qiyin bo'lyapti? Hech tahlil qilib ko'rmabman men, endi qaysi sohalar endi siyosatdan bo'lsa endi ular aytib bo'lmaydi. Yo'q, siyosat to'g'risida men oddiy nima siyosatga aralashish to'g'risida. Sohada, uy qurilishi qaysi nimada uy qurilishi yaxshi ketyapti mana. Qurilyapti, Toshkentda qurilyapti, boshqa qilyapti. Endi-da mana hamma bilib turibdi, elektringiz o'chadimi? Elektr o'chadi. Ha? Elektrni o'chirmasligi uchun nima qilish kerak degan so'z ketyapti bitta. Ha.
Endi-da bizga-da taalluqli biz istalma ishlab chiqaraydigan, aparalar ishlab chiqaraydigan odamlarda endi-da o'zimizda oqsab turgan bo'lsa, nima qilamiz boshqa biznesda? Mana tushuntiradimmi? O'zimiz oqsab turgan bo'lsa, o'zi elektr o'chib turgan bo'lsa, 22-26 metrligacha istalmalar ishlab chiqarish zaril bo'lib turgan bo'lsa O'zbekistonga hozir zaril. Sizda tajriba bor bo'lsa, tajriba yetarli bo'lib turgan bo'lsa, buni da quraman desangizda, hozirda bu o'sha yetib borguncha quriladigan yana narsalar bor. Halilarda qurib o'shanga yetkazish uchun O'zbekistonda shunda boshqa chet davlatlardan da 5 lab davlatlardan da prezident iltimos qilib chaqirayotgan bo'lsa, u odamlarda-da bizda xolosda manfaatimiz uchun da yuqurishga o'tsak, ha bu manfaatlarda da mayda turibdi-ku o'zi. O'zini sohasini da yuqurayotganlar uyini qursin, zo'r quryapti, malades. Qanday ursin? Biz o'zimizni yo'nalishda oxiriga yetkazolmayotganligim mana 2030-yilgacha o'sha narsani nima qilib tezroqda o'shani ishga tushirishimiz kerak. O'shangacha planlashtirib, o'shada 26 metrli deyilsa, elektrga taalluqli bo'lgan har qanday narsani ishlab chiqarishimiz kerak. Qurilishga taalluqli narsalarda da har qanday qurilishga taalluqli narsalarni ishlab chiqarishimiz kerak. Har qanday beton sohasiga taalluqli narsalarni ishlab chiqarishimiz kerak. Shu sohada yetakchi bo'lamiz. Shu sohada yetakchi bo'lishmas, yetakchilarga yetib olish deyori. Yetakchi bo'lish. Ha, yetakchilar bilan o'sha safda ketish desa, masalan, bu kuchli nimalar, ustozlar bor-da. Masalan, ustozlarimiz bizdan ko'ra kuchliroq. Masalan, ustozlarni ulardan o'tib ketamiz desa, ularga behurmatlik bo'ladi. Hozir nimasida-yu, buni eshitsa boshqa nimaga bormasin. To'g'risi, o'sha yetakchilarda nimasiga yetish kerak, safiga o'tish kerak. Nimaga desa, hozir o'shangacha yetib borish uchun ham shunaqa ko'p hujjatlar, proyektlar borki, hozir shunaqa ko'p narsa qurish kerakki, men boshqaga o'tishga hozirda nimam ham yetmayapti o'zida. Keyin o'ylab ko'rishda kengash. Bu hali bu 30-yilgacha da umuman bundaqa soha bo'yicha hali o'ylashga da nima yo'q. O'zi yetarli darajada nima ishlar o'zi nima kutib turibdi. Quriladigan narsalarga da nimalar qarab turibdi. Buni arkasidan da o'shani quriladigan bo'lsa, uni arkasidan da ham 5-6 ta tashkilotlar o'zi tashkil bo'lib rivojlanib ketadi. Bizi orqamizdan boshqa kompaniyalar ham rivojlanib ketadi. Tushunarli. Biznesmen sifatida siz oldingizda turgan yillar necha yillik maqsadlarni aniq qo'yib olgansiz? Yana bitta shu savolga bog'lab ketsangiz bo'ladi. Katta maqsadlarga yetish uchun qanaqa qadamlar bosish kerak biznesmen odam? Maydasidan boshlanadi-da. Eng birinchi osonidan boshlanadi. Boshida. Katta maqsadni qo'yadi. Maqsadni qo'yib oladi. Endi maqsad o'sha maqsadga yetib borish uchun masalan bizga da endi aytib qo'yaylik, Ibrohim Gulamov 100 yillik nimani qo'ydirilgan, 100 yillikni qo'yib turib, hozir yoshimiz ham 56 da. Shunda nechaga kirmoqchisiz deyiladi, 100 da olib tashalgan. Ha, 100 ga kirmoqchiman degansiz. 100 ga kirmoqchiman deganman. Xo'p. Ha, 100 ga qachongacha ishlaysiz deyildi. Bunaqa narsalarda aytilgan. Ustoz 100 gacha ishlamayman degansiz. Endi 100 gacha ishlashning imkoniyati yo'q-da. Endi 80 gacha ishni bo'pti dedim, 80 gacha yoshi desa, hozir endi 56 ni olib tashlasangiz o'zi qancha qoldi? 44 qoldimi? 100 dan nimani olib tashlasangiz 56, 57 bo'ldi. Mana ketdi mana. Yana bitta kamaydi. Qancha bo'ladi? 43 bo'ldimi? 43 dan endi yaqin 20 ni olib tashlaydi. 20 gacha. 23 yil faoliyat ko'rsatiladigan nima bor? Qolgan maslahat qilishlari mumkin, boshqa qilishlari mumkin. Endi nimasi 23 yil bo'lsa, bu 23 yilda nima qilasiz degan so'z bor. Nima o'zi biz nima manfaat ko'rsatmoqchimiz o'zi? Xalqqa nima bermoqchimiz? Elektr o'chyaptimi? O'chmasin. Umuman lip-lip qilib o'chmasin. Hozirda bir kunda da masalan da hozir 50 tadan boshlab turib 98 tagacha istalib ishlab chiqarilayotgan. Bir kunda. Bir kunda chiqadi.
chiqarilayotgan bo'lsa, nima istalmani o'zi chiqarilayotgan bo'lsa, hozirda endida bu O'zbekistonga kamlik qilyapti-da. Biz visokiy istalmalar ishlab chiqarish kerak, boshqa nimalar ishlab chiqarish kerak. O'sha xo'p boshqa davlatdan kelib qilayotgan odamlarda bu bitta narsani bilib olish kerakki, xohlagan davlatdan kelsa, u davlatda bilib qo'yingki, O'zbekistonni rivojlantirish uchun kelgan yo'q o'zi. Ular xafa bo'lmasin, yana ularga da hadaqa nima qilmoqchi emasman. Biz endi da u hamma o'zini uyini rivojlantirish uchun, o'zini davlatini rivojlantirish uchun harakat qiladi. Hamma o'zi uchun harakat qiladi. Hamma o'zi uchun harakat qiladi. U xafa bo'lishi ham nimasi yo'qda. Bunday olib qarasangiz, biz ham O'zbekistonni rivojlantirish uchun harakat qilamiz. Ular ham o'zini davlatini rivojlantirish uchun harakat qiladi. Ikki tomonning manfaati yo'lida. Ham bizni rivojlantiradi, yarmi o'zini davlatini rivojlantiradi. U kelgan mablag'dan o'zini davlatiga olib ketish kerak. Ular ham imkon bo'lsa shunaqa mutaxassislar, shunaqa pul o'zimizda bo'lsa, endi-da bunda hech bo'lmaganda-da shu davlatga ketayotgan nimani o'sha narsani qurilayotgan davrida-da o'sha davlatdan olib kelmasam, bizdan olib tursin hech bo'lmasa. O'sha boshqa chet nimalardan hamma narsa chetdan kirib kelishi shart emas-da. O'shani mana shu yerdan olinsa, mana shu davlatning ichida qoladi. Aylanma mablag'lar ko'payadi, boshqa yoqqa chiqib ketib qolmaydi. Unda xalq manfaatli bo'ladi. Odamlarda pul ko'payadi, davlatda pul ko'payadi, soliqlar ko'p tushishini tezlashadi. 27 yildan beri biznesdansiz. O'sha biznesni eng boshlagan paytlaringiz, hozirgi kunlarni ham tasavvur qilganmisiz? Men qachondir boring yana 200 ga yaqin odam ishlataman, katta bo'ladi tashkilotim. Bir tasavvuriga sig'dira olmagan odam biznesda o'sha joyga yetib bora olmaydi degan gap bor. Bitta nimani aytib, bu nimani ham tugatsak bo'ladi, aytib berishim mumkin. Unda velosiped ham akamnikimi, ukamnikimi degan bilmayman, endi velosiped bor. Velosiped shu ishimni o'raveradi-da. Biznes boshlangan mahalla. O'sha biznes ochib bo'lgansiz 98 dan beri. O'sha 98 da aytyapman. Shu velosiped hali sepib o'rab ketadi-da. Bir hikmati yiqilib tushdim. Keyin shimni tizzagacha shimalab olaman. Hali nimaga kirib ketmasin, sepga yiqitmasin deymanda, hali shimalab olinadi. Shunda tashkilotda quryapti. Kamolning boshchiligida bitta brigada quryapti. Ofis qurdirishim kerak. Endi 99-yilda bo'lyaptimi ekan, bilmayman. Shuna atrof 99 bo'lsa kerak edi. Vallohi alam endi esimda yo'q. Aniq 92 ming atrof bo'lsa kerak edi, ja bo'lsa 99-yilmi. Endi qariyatda ofis qurib, ofisda oldi yalinligida hali yalin joyda eni uzunligini 35 metr, enini sahnani 20 metrda qo'yin deyapman-da, sahnani. Endi yatga hadaqa stashga qo'yib beton qilish kerak-da. Betonni endi o'zi velosipedda yuraman. Mashina yo'q, velosiped. Eni bundaqa nimasi 35 metr, nimasi eni 20 metr. U mashinalar turganimi uni? Mashina turgani joy qilyapmiz. 99-2000-yilda. 2000-yilda mashina endi velosipeddaman o'zim. Endi usta aytadiki, mayatga deydi gulxona qilib qo'yaman, mayatga o'qib qo'yaman, mayatga o'qib qo'yaman. Yo'q deydi. Bunaqa qilmaysiz. Hansa bunday qaytsa mayatga mashinaga mayatga mushat qilar ekan desam, batay Kamoldan ketyapti. Ma'nolar, endi batga bilasizmi qancha mashina sig'adi degan. Batga juda ko'p mashina. U tasavvurida yengil mashina deb o'ylaganda, yengil mashina ma'nolarni sig'adi. 20 metrga 30 metr, 35 metr joyi sig'adi deb o'ylaganda, Kamoldan hali batga shunday nimalar keladiki, tashkilotning mashinasi ichkarida xizmat ko'rsatgan mana ishchi xodimlarning mashinasi tashqarida turadi. Tashqarida turadi. Batgada nima tashqarida turadi. Batda ishchi nima tashqi kompaniyani mashinasi turadi. Desam, "Yerdan shunaqa bo'ladimi?" Dedi, "Shunaqa bo'ladi." dedi. Oradan vaqt o'tdi, yillar o'tib, 27 yil o'tdi. Keyin necha yil o'tgan bo'lsa, kompaniyaning mashinasi ham sig'maydi ichkariga. Hozir. Nima sig'maydi?
ichkarida hozir ishlab chiqarishdan boshqa hech nima solmaydi. Hozirda hamma boshqa o'sha mashinalar o'zi alohida nimada turibdi. Bu joylarda ishchi xodimlarning mashinasini hamda ertalab kelganda bu joyga mana bu joyga qo'ymaysan deb nima mana eshitayda qorovullar hali tashqariga hali joyda to'xtatib turishadi. Maytga qo'ymagin deydi. Bo'lmasam shu mijozlar kelayotgan, hali katta kelayotgan mashinalarni ham yo'llarga ham qo'yib ishga kirib ketish bo'ladi. Biznesmen odam demak tasavvuriga o'sha erishishi kerak bo'lgan narsani sig'dira olish kerak. Hammasini sig'dira olmaysiz. Keyin kattalashib ketadi. Yana ham. Yetib borayotgan sari, yetib o'tgan sari katta bo'lib boraveradi. Keyin tasavvurida hozir kichkinaroq bo'ladi. Men ichkarida turgan mashinalar ichkarida turadi deb aytganman. Keyin oradan yillar o'tsa qarasam mashinalar ichkarida turibdi haqiqatdan. Keyin sig'may qoldi. Ichkariga qo'yish imkoniyati bo'lmay qolar ekanda. Bu joylar ham hozir o'sha boshida aytgan joyim 30 sotik bo'ldi. Hozir unaqa ular kichkina kattalashib ketgan. Endi katta bo'lib ketsa ham hali joylarga sig'mas ekanda. Boshqa nimada olingan yangi omborxonalarda turadi. Endi yetga sezib oladi. Ha, ashna. Qariyb 1 soatdan oshiqroq vaqtda bizni kuzatganliklaring uchun katta rahmat aytamiz. O'ylaymizki, bizni yaxshi kutib olasizlar. Bu podkast birinchisi emas. Hali oldinda bor. Agar qanaqadir sizlarni qiziqtirib biznesga oid savollaringiz bo'lsa, bemalol izohlarda yozib borsanglar, biz albatta xo'sh-to'g'ri yetkazamiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda albatta savollarga javob berib boramiz. Rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'ling.